Assalomu alaykum zamonaviy mebellar qadrli obunachilari. Navbatdagi shu xonadonga qilingan ishlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Kiraverishda spalniy kravat berganmiz spalniyga. Devora achkalar bilan kravatimizni yaxshi qilib parallellar shiketib berganmiz. Materiallari sifatli, yo'llarida dekorlarni sinib qilib yampirib matraslari ortopedический matras. O'zingiz xohlagan razmerda buyurtma berasizlar. Sifatli qilib zamonaviy mebel tomonidan ishlab chiqarib o'rnatib beramiz. Yillar davomida ishlab kelmoqda. Keyingi xonalar bilan ham tanishtirib o'taman. Hop, ikkinchi qavatga chiqamiz. Bu xonaga kiraverishimizda bolalar xonasi bu yerda. Kravat qilib berganmiz ikkita. Bir kishilik kravatdan. Matraslar ortopedический matras. Kapot mexanizmi orqali sandig'i ochiladi. Bemalol ichiga kerakli narsalarni joylab qo'yib foydalansa bo'ladi. Bu kravatimiz ham ochiladi. Mana bolalar xonasi uchun maxsus dizayn ham qilishgan ekan. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, bu xona pushti rangda bo'lgani uchun kravatni ham rangini shunaqa pushti qilib qizg'ishroq qilganmiz. Ko'rib turganingizda dizayni ham boshqacha chiqdi. Bu matrasimiz ham ortopedический matras. Materiali Turkiya materiali, sifatli, mягкий, hamma yog'i. Ko'rib turganingizda hali strichlar ham olinmagan. Bu yon tarafida ham mana mягкий qilganmiz. Bu ikkita kravatimiz ham sandig'i ochiladi. Kapot mexanizmi orqali ochib ko'rsatamiz. Kerakli narsalarni joylab, yana bemalol yopib foydalansa bo'ladi. Mexanizmlari ham baquvvat. Ikkita kravatni bemalol ochib, kerak payt yopib foydalansa bo'ladi. Mana shu ikkinchi etajda ikkita detskiy xona. Bu menimcha qizlar uchun xona qilganlar. Xo'p, yana bunday chiqadigan bo'lsak, bu yerda yana bitta spalniy yotoqxona bu yoqda ham. Hozir bu yerda ishlar davom etyapti. Ko'rib turganingizda hali matrasini joylashimiz kerak. Bu ozgina ish qolgan edi. Hozir mana yoniga tilla nerjavikalarni qilib, bu ham juda chiroyli chiqdi. Fasollari mana ko'rib turganingizda. Bemalol murojaat qilaveringlar. Toshkent shahri bo'yicha buyurtmalarni qabul qilamiz. Nomerimizni eslatib o'taman. 93lik 527 36 46. Ikkinchi nomerimiz 94lik 600 00 19. Zamonaviy mebel, doimo xonadoningiz ko'rki.